Uyg'urlarning madaniyatda chekinishidagi tarixiy sabablar. Abdori G'olib Barat Erk. Davomi. 3. Ig'ir zulm xalqni holidan ketkizib o'tgan. Hokimiyat beshida o'ltirgan har qanday hukmron o'z hukmini qo'l ostidagi amir akabirlari orqali yurgizadi. Hukmron qancha chirik, xiyonatchi va parxo'r bo'lsa, qo'l ostidagilarmi shuncha chirik, parxo'r va xiyonatchi bo'ladi. Tariximizni varaqlab ko'radigan bo'lsak, ana shundaq chirik, parxo'r, xiyonatchi amaldorlarning ko'p o'tganini bilalaymiz. Hukmron va qo'l cho'moqchilarining chirikligi, parxo'rliqqa tufaylidan xalq ustidagi bojsilik ko'payib ketgan. Xalq qatma-qat zulm dastidan yashashqimi amalsiz qolgan. Bir tarafdan xon va uning ambal do'taylari zulm qilsa, yana bir tarafdan noinsof baglar, xo'jalar, shariatni dastak qilib olgan mollalar, har xil alvang yasoq, bojsilik, o'shir zakot, pitir yig'ib zulm salgan. Çin sulolasining sodiq qul g'olchilari baglar bo'lsa, boj va siliqni hassilab yig'ib, o'zini betish bilan birga ambal do'taylarga sovg'a salam para berib, texmi cho'ng imtiyozlar uchun, to'g'risi xalqning qinini texmi bakrak sho'rash uchun harakat qilgan. Xalq qong'ir qaqshab jon taslim qilibassa, ambal do'tay bag'g'ojilar o'zlarining farog'atlik turmush payzini surgan. Natijada zulmga chidamagan xalq nurg'un qitimliq qo'zg'olonlar qilib, mustabid chirik hokimiyatni og'dirmoq bo'lgan. Xotanlik tarixchi Muhammad Alamning Tarixiy vatan Voqeati Xotan nomli asarda ayni davrdagi boshsizlikning 65 xili xotirlangan ekan. Chirik Çin sulolasi chiriklikda mansabni baho qo'yib e'lon chiqarib, setish darajasiga berib yetgan bo'lib, endi biz Çin sulolasining mansab setish haqidagi e'loniga munosabatli bayonni ko'rib baqayli. Har qanday puli bor odam kumush pul sovg'a qilsa mansab beramiz deb bozor guzarlarga e'lon chapladi. Har qanday nomi nishoni yo'q, o'g'ri, qimorvoz, sargandor bo'lsa-mu, pul bersa uningga mansab berildi. Mansabni sodalashib, baho qo'yib, oshkora sotadigan bo'ldi. Mana buningdan shu chog'dagi hokimiyatning qanchalik chiriklashganligini, bu sababli xalqning qanchalik riyozat chekkanligini, qanchalik zulmga duchor bo'lganligini qiyos qilish mushkul emas. Demak, ayni tarixiy davrda huquq, ochko'z, boyliqparas, parxo'rlarning, o'g'ri qimorvozlarning qo'liga tushib, suv oqidi soyga, pul oqidi bayga degandek vaziyat davom qilgan. Puhrolar ustidagi zulm texmi kuchaygan. Qarz uchun, alban uchun bo'ldi mening holim xarob. Hazrati Chunvang begim, holimga rayim atkay yana. Kelsalar albanchilar xina puli deb tutsilar, pul topolmay tinab, dishvor bo'lur holim yana. Kechilar kunduzlari ham dars o'qur erdi balam, qarz uchun alban uchun ham darsdan qoldi yana. Aqso'liq ma'lim Molla To'xti mundan 100 yil muqaddam yozgan asri arziyatdiki yuqorqi bayonlar orqali shunimi bilalaymizki,
Zulüm şu dərəcəyə yetken ki, bəy hocamlar özlərinin ağçılları üçün xenigimi alvan yıqqan. Bu xil alvan başsızlıqlarning ko'pligidan, zulmning ig'irligidan xalq intayin qiyin ahvolda qolgan. Diniy ulamo, tarixchi Emir Husayn Qozi Oxunim bir she'rda mundaq deb yozadi. O'tmishda bu Shinjonga Shendoday ikan manju, Magaza Tavatoku kiyganlari sappangchu. Rahatda yatar uxlab, puhraga ko'tartib jaydu. Puhrani haqoratlab, sinko ham chantu. Datanga qadab qo'ygan, nayza qilich ham chaydu. Mana bularning hammasi tarix, ayni davrdagi reallik. Çin sulolasi hukmronligidagi davr va boshqa davrlarda bo'lsin, hukmronlarning ig'ir zulmlari xalqni butunlay holidan ketkizib etgan. Mush xil ahvol ostida tinchlikning bo'lmasligi, sufizmning besimi, iqtisodiy qiyinchilik xalqni o'zining madaniy ma'rif ishlariga ko'ngil bo'lolmaydigan qilib qo'ygan. Xalq maddi ma'naviy boyliqlardan butunlay mahrum bo'lgan. Pul bo'lsa jangalda sho'rpa deydi Uyg'ur danalari. Dar haqiqat pul bo'lmasa hech oqmaydi. Pul demak iqtisod, kapital, mablag' demakdir. Yuqorida aytganimizdek, urush va dahshatlik ezishlar Uyg'ur xalqining egiligini butunlay vayron qilgan bo'lib, sopizmning tarki dunyochilik tashabbusi bu vayronchilikni texmi kuchaytirib etgan. Mayli Jo'ng'arlar bo'lsin yoki Chin sulolasi bo'lsin, xalqning madaniyat ma'rif ishlariga mablag' selishi, qo'llashi mumkin emas edi. Chunki xalq pan ma'rif orqali hayotlik yo'lini, barobarlikni, hatto ularni og'dirib, o'ziga o'zi xo'ja bo'lish yo'lini topolaydi. Hukmronlar Uyg'urlarni adoqqa o'z hukmida tutishni maqsad qiladigan tursa, buni qandoq xohlasin? O'zini to'nigan, millatparvarlikka vujudga kelgan millatlar mangu o'z mavjudligini kafolatlandira oladi. Buni faqat haqiqiy fan ma'riflar ishga oshira oladi. Shunga buyuk mutafakkur Yusuf Xos Hojib ilm bilan ko'k chiqilib bo'ladiganligi, qulning qulluqdan xalos bo'la oladiganligini mundan 1000 yil muqaddam bizga jaka qilgan. Çin sulolasining oxirgi g'alchisi Yang Zhengxingning xalqni mangu nadonlik kishinida kishallab turish uchun fan ma'rifni qattiq cheklab, xurafiy mollalarni setib olib, xalqni idora qilganligi buning pokit emasmi? 20-asrdan ilgari Arshi, Fotohi, Molla Muhammad Sodiq Qashg'ari, Zuhuri, Molla Yunus Yarkandi, G'aribi, Nizari, Katibi, Molla Muhammad Tumuri, Nazimi, Tajalliga o'xshash muvaffaqiyat qozongan bir turkum madaniyat arboblari yetishib chiqqan. Ularning muvaffaqiyat qozonishida ma'lum iqtisodiy arq-terki bor edi. Bo'libmi 20-asrning oldingi yarmidagi madaniyat arboblarimizdan Abduqodir Damulla, Abduxoliq Uyg'ur, Lutfulla Mutallib, Molla Muhammad O'g'uz Hamra, Eminjon Bahoviddin qatorliq bir turkum o't yurak kishilar iqtisodiy jihatdan ozroq bo'lsa-mu, asosi bo'lg'achqila chet elga chiqib yoki o'lka markaziga berib
ilm tahsil qila olgan, maktab ichib ilm tarqita olgan, iqtisod, ya'ni pul bo'lmaganlikdan nurg'un aqlliq farzandlar xuddi Molla To'xti yozgandek o'qishdan qilishqa majbur bo'lgan. Iqtisod bo'lmasa, qurilish qilg'il bo'lmaganiga o'xshash maktab, madrasalarni selib, ilm ma'rifat tarqitish mumkin bo'lmaydi. Xalqmo nodon qilib, mangu manqurt bo'lib qoladi. Davomi bor.